Do'stim, siz uchun 350 dollar ham qilib beraman. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan 3 ta yangilik haqida gaplashamiz. Videodan kuzatishda davom eting do'stlar. Obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlasanglar, xuddi shunaqangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib borasizlar. Birinchi yangiligimiz Pravos so'ralmaydigan skuterlarimiz haqida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 28 ballonli bo'ladi. Motorlari 350 wattlik. Velosiped foydasi ham bo'ladi. Orqada 3 xil skorosklik apparat joylashtirilgan germanskiy do'stlar. Bemalol skuterimizni o'chirgan holatda ham velosiped foydasi qiyinchilik tug'dirmaydi. Egarlar ko'tarilib tushiriladi. Signallari mavjud. Skuterimiz yoqqan holatda ko'rishingiz mumkin. Fonarlari bor. Alohida mana gaz qo'shganimizda oldilari bemalol aylanadigan holati bor. Akkumulyatorlari 38 ga 12 lik bo'ladi. Bitta zaryadi bilan 25-30 km masofa bosib o'tadi. Tezligi 20-25. Bu birinchi yangiligimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 4 million 300 ming so'mdan chiqarib beramiz. Sizlarga ikkinchi yangilikni aytadigan bo'lsam, skuterlarimizga mega aksiya boshlaganmiz. Kim ulgurmagan bo'lsa, skuter olgani shoshilib qolishni so'rab qolamiz. Skuterimiz 5 million so'mdan sotilgan. Narxini oxirida aytaman, to'liq ma'lumot bilan tanishtirib o'taman. Aksiyaga tushgan bular. 20 ballon sakkiskali bo'ladi. 20 akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan. Egarlar ko'tarilib tushiriladi. 180 kilogacha bemalol yuk ko'tara oladi. Ikkita amortizator, ya'ni ikkitadan 4 ta amortizator bor. Orqada bemalol 70-80 kilogacha inson o'tirib ketsa bo'laveradi. Bachokchasida zaryadchik, bakovoy, qo'shimcha kaskajlar bilan sovuqsiz bo'ladi. Telefon qolgan postavkalari mavjud. O'ngga chapga pоворotlar, signallar, hamda 3 ta skorsi mavjud. Danibrejning faralari ham bor. Qo'shimchalardan beriladi. Pul kalitlari, kaskajlar hamda zaryadchik, bakovoy qo'shimcha beriladi. Aksiya narxini aytadigan bo'lsam, 350 dollardan aksiyaga bordik do'stlar. Shoshib qoling. Bu ikkinchi yangiligimiz. Obuna bo'ldingizmi? Like bosdingizmi? Bosib turing. Men hozir uchinchi yangilikni aytaman. E'tiborli bo'lamiz do'stlar. Uchinchi yangiligimizni video davomida aytamiz. Keyingi model JK Tesla modeli. Ko'rishingiz mumkin, bemalol telefon qo'yib, zaryad ketsa bo'ladigan holatlari bor. Buni banishni qo'yib, bemalol suvdan ichib, mazza ketsa bo'ladigan holat bor. Yosh kattalarga ham juda ham qulay. Amortizatorlar juda ham ajoyib, yumshoqqina. 16 ballon sakkiskali bo'ladi. Buni yo'l tanlamas ballon deymiz. Ancha-muncha o'ydim chuqur joylarni ham bildirmasdan o'tkazadi. Bitta zaryadi bilan 50-70 km masofa bosib o'tadi. Do'stlar, oldin orqa shiftlik modelimiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Qo'shimchalardan beriladi. Pult kalit, kaskajvet hamda zaryadchi bakovoyni qo'shib beramiz. Oldin sotilgan 420, 430 shu narxlarda sotilgan. Hozir bunimizni aksiyaga qo'yib qo'ydik 380 dollar. Boring yana 370 dollardan ham chiqarib beramiz. Oldin orqa shiftlik modelimiz. Shoshilib qoling do'stlar. Keyingi JK modelimiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ixcham ishlangan. 14 razmerli ballon bo'ladi. Amortizatorlar juda ham ajoyib. Old orqa tros tormozli bo'ladi. Originaldan qo'yilgan. Egar tagida bachoki bor, oldida shetkalari mavjud. Qo'shimchalardan pul kalitlari beriladi. Bemalol masofadan boshqarishdan bo'laveradigan holati bor. 20 akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan. Eng asosiysi motori qarorga muvofiq ishlab chiqarilgan, ya'ni 250 watt. Narxiga keladigan bo'lsak, 380 dollardan sotilgan edi. Hozir bularimizni 330 dollardan skidkaga tushirib qo'ydik. Keyingi modelimiz JK modelini 16 sakkiskalik, ikkita farali emas, faqat bitta farali versiyasi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, hamma qulaylik mavjud. Oldingilari bilan bir xil qulayligi. Buni ham motori qaror doirasida, ya'ni qonun doirasida 250 watt. 5 ta akkumulyator qo'yilgan 20 likdan. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, 370 dollardan sotgan edik. 380-370 dollardan sotgan edik. Hozir buni aksiya doirasida 350 dollarga tushirib qo'ydik. Shoshilib qolamiz. Telegramdan yozsanglar, to'liq ma'lumotni, rasmlarigacha biz sizlarga tashlab beramiz. Bu yerdagi hammasi assortiment, ya'ni ko'rgazmaga qo'yilgan. Xo'p, narxini aytdik. Uchinchi yangiligimizni eshitib qolasangiz, obuna bilan like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Skuter olmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Biz davom etamiz. Xitoyga zakaz asosida olib keltirilgan skuterimiz do'stlar. Ya'ni oldi tormozi jitkislik emas, orqa tormozi jitkislik. Tank modeli 16 razmerlik. Tank modellari faqat 14 razmerli bo'lib kelgan. Bularimiz 16 razmerli, ya'ni ballonlari juda ham baquvvat bo'lib kelgan. Telefon qolgan postavkalari, orqa tormoz jitkislik, Danibrejning faralari, o'ngga chapga pоворotlar, signallar hamma yo'q mavjud. Qo'shimchalardan pul kalitlari, kaskajlar, bakovoy, zaryadchikgacha qo'shib beramiz. Juda ham ajoyib model. Orqasiga bemalol bitta passajir o'tirib ketsa bo'ladi, oldida o'zingiz ketsangiz bo'ladi. Biron bir bozorlik qilsangiz, ilgichlari ham mavjud. Tezligi
40-45 ko'rsatadi tabloda, lekin yurish tezligi ancha pastroq bo'ladi. Ya'ni 40 atrofida, shu atrofda bo'ladi. Motori qonun doirasida bo'ladi. Prava shart emas bo'lish uchun tablosini 25 tezlikka tushirish shart bo'ladi do'stlar. Buni narxi $420 dan sotganmiz do'stlar. Qalay, yaxshimi? Aksiya doirasida buni $370 ga chiqarib beramiz. Shoshilib qolinglar. Hamma obunachilarimiz so'ragan, juda ham ajoyib bo'lgan 14 razmerlik tank LED modelimiz. LED deb qo'yamiz buni. Ko'rishingiz mumkin, yonboshlari yonib, ajoyib holatga keladi. Kechqurun yurganingizda o'tib ketsangiz 2 marta qaraydi. Kim o'tib ketdi ekan deb. Xo'p do'stlar, buni qulaylik haqida gaplashadigan bo'lsak, motor qonun doirasida 250 watt, 5 ta akkumulyator bor. Prava shart emas bularga. Hop, o'ngga chapga pavorotlar 6 o'rnli жеткizli bo'ladi. 20 akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan, bitta zaryadi bilan 50-70 km masofa bosib o'tadi. Yana qanday? Qulayliklarga keladigan bo'lsak, juda ham ajoyib yumshoq amortizator, original bilan qo'yilgan. Qo'shimchalardan pul kalitlari hamda kaska jilet orqasida zaryadchi bakovlarga qo'shib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, $380 dan sotganmiz bularni. Hozirga kelib $360 dan skidga qo'yib qo'ydim. Do'stim, siz uchun $350 ham qo'yib beraman. Faqat bu narxlar obunachilarimiz uchun do'stlar. Shuni inobatga olganingizni so'rab qolardim. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bizdan faqat va faqat yangiliklar bo'ladi. Hozirgi aytib o'tgan skuterim hali oxir emas. Biz yana davom etamiz. Siz ungacha like bilan obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stingizga ham jo'natib qo'ying. Keyingi modelimiz hamma sevgan o'sha yo'l tanlamas modeli. Vaqtida $380 ham sotganmiz. $370 ham sotganmiz. Hozirgi kunga kelib shu darajada aksiyaga tushdiki, eshitib yoqib ushlashni aniq. Hayotining $330 dan aksiyaga tushirib qo'ydik. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, 250 watt motor bo'ladi. Prava shart emas bularga. Tablosini 25 ga tushirib olsangiz bo'ldi. Kaska jilet, bakovoy zaryadchi hamma yo'g'i bor, qo'shimcha beriladi. Egalari ko'tarib tushiriladi, orqada bachoylari bor. Oldida sepkalari mavjud. Telefon qo'yadigan podstavkalari, old tormozlari жеткizli bo'ladi. O'ngga chapga pavorot, dальнебрежный faralar, signallar, 3 ta skori hamda parkovka rejimi ham mavjud. Do'stlar, hamma qulaylik bor. Velosiped foydasi ham bo'ladi. Hamda alohida bu yerda oyoq qo'yishlari ham mavjud. Uchinchi yangiligimiz esdan chiqib qolmadimi? Va nihoyat cho'ntak bob model. Eng arzon, bozor suygan, qadar kabob, sovg'abob, nima desa hammasiga tushib ketadigan narsa. Bemalol 10 yoshdan yuqori insonlar ham haydasa bo'ladi. Shaharda emas faqat, shahar zonalarida 16 yoshdan yuqorilar haydashi kerak. Qaror asosida aytibman. Egarlari ko'tarib tushiriladi, o'ngga chapga pavorot ham yo'q bor. Orqada tormozlarida o'ngga chapga pavorotlari ham yo'q yonadi. Oldida sepkalar mavjud, telefon qo'ygan podstavkalar. Xullas qilib aytganda eng full pakelinasi xuddi shu. $280 dan sotganmiz vaqtida. Do'stim, siz uchun buni bugun aksiyaga tushirdik. $250 dan oling yana do'stim. Bunaqa vaziyat kamdan kam bo'ladi. 14 razmerli cho'ntak modeli, 250 watt motor bo'ladi. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Uchinchi yangiligimizga keladigan bo'lsak do'stlar, prava masalasi 1-iyungacha cho'zildi. Ya'ni shu masofani ichida bemalol skuter xarid qilib, haydab yursiz bo'laveradigan holati bor. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiligimiz xuddi shular do'stlar. Obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Like bosib qo'yishni unutmang. Skuter izlab yurgan tanishingizga albatta yuborib qo'ying. Manfaatli bo'ladi. Hamda xizmatimiz zoya ketmagan bo'ladi. Sizlar bilan onlayn kanali kuzatishda davom eting do'stlar. Sog' bo'linglar.